Men Xatam va Dilovar. Yoshim 19 da va bu sexda men 2 oydan buyon ishlab kelmoqdaman. Bu yerda men bichilgan matolarni, hisobotlarini kirgizaman va ishimdan juda ham faxrlanaman. O'zimga yoqadi. Shart-sharoitlari, hamma tomonlarini eshitgan holda men bu yerga ishga kirishga qaror qildim. Rivojlanish bor bu yerda. Global tekstil seximiz 90% ayollardan iborat va shu tomoni ham juda ham yoqqan menga. Avtobus yo'nalishlari ham o'z yo'liga qo'yilgan. Bu yerda ishlaydigan ishchilar hech qanday o'zlaridan ortiqcha mablag' sarf qilmagan holatda kelib ketishlari mumkin. Men O'rmon va Go'zalxon. Hozirda ishga kelganimga 2 yil bo'lgan bo'lsa, oyliklari o'z vaqtida, pitaniyalari juda zo'r. Kollektivimiz, jamoamiz bilan juda kelishib, yaxshi ishlaymiz. Uy ro'zg'or ishlariga ham ulgimiz. Boshliqlarimiz ham juda yaxshi. Oilaviy sharoitimizga qarab yordam pullari ajratiladi. Bayramlarda mukofotlar, yaxshi mehnatlarimizga yarasha maosh olamiz bu yerda. Bir so'z bilan aytganda, global tekstili zo'r. Ismim Mohinur, yoshim 18 da. Maktabni bitirib ishga kirganman. Shu tekstil yoqib qolgan, sifat nazoratchisi bo'lib, o'zimni yana ham rivojlantirmoqchiman. Biz hozir Yevropa standartlari bo'yicha ish ko'ramiz. Mr. Roshan o'rgatadilar bizga. Shri-Lankadan kelganlar. Mana bu tablomerlarimiz. 512-model bo'yicha hozir ish ko'ryapmiz. Bu yerda sharoitlari rosa ham yoqadi. Bu yerda ishlayotganimdan xursandman. G'aniyeva Dilbarxon. Yo'q. Yaxshi, hammasi yaxshi. Tashkilotimizda biz xodimlarning sog'lig'ini tekshirib, nazorat qilib turish har doim hamshiralarning nazorati ostida. Men batga birinchi kelganimda tikuvchilikdan xabarim yo'q edi. Batda boshliqlarga ham xodimlarga nisbatan muomalalari, aloqalari juda ham yaxshi, o'rgatishlari ham yaxshi. Yangi keldi, bu bilmaydi deb hech kim chetga surmaydi. Bonuslarimizni ayting, jamoa bo'lib ish chiqarsak, bonuslar qo'shib berishlarini ayting. 5 kunlik ish kuni, dam olish kunlarimizni ayting. Ha, yaxshi eslatdingiz. Haqiqatda shunaqa. Bir oydan keyin batda o'rganib olinadi. Hamma yangi kelgan shogirdlar ustoz bo'lib yaxshi o'rgatiladi, yaxshi muomala qilinadi. Stajimiz yurgan sari oyliklarimiz ko'tarib borilishini ayting. To'g'ri, haqiqatda batda staj yuradi. Imkoniyatlar yaxshi, hamma zo'r sharoitlar. Juda ham global tekstil yaxshi. Uydagilar ham ruxsat berishadi, hammasi ayollar. Ishim o'zimga yoqadi.